Assalamu alaykum, Nika aile farzand topumuzga barliq aziz qarindoshlar. Hammanglarning har joy vaqtlaringlar xayrli bo'lsin. Men psixolog qarindishinglar Go'zal Nur Muhammad. Bugungi darsimizninki ko'ngillik, sizlar yaxshi ko'rgudek bo'lish uchun yanalam o'tgangi darsimizdan ozroq xulos qilib o'tay aziz qarindoshlarim. O'tgangi darsni anglatgandan keyin nurg'un qarindoshlarimiz Alloh hammanglardan rozi bo'lsin, rahmat tashakkurlarni bildirib, o'zininki shu vaqtdagi hissiyotini ba'zanlari yig'lab, ko'z yoshlarini iqtib turib, shunchalik yaxshi ifodalab manga ham ma'naviy ozuq bo'ldi. Yana ba'zan qarindoshlarimiz bo'lsa, sizning darsingizni anglagandan keyin men boshqacha bir o'ygandim xonim. Shunchalik yaxshi ichimdagini siz da'vatgandek turib shunda angladim. Alloh ajringizni bersin deganlar bo'ldi. Ba'zan analarimiz hatto bir adimiz shunchalik ta'sirlandi meni. O'zi doktorxonada qon almashtirib o'tibdi-ki, shu vaqtda menga kamera avatibdi. Qizim yaxshimisiz? Darsingizni anglab, men bir ana, mening qizim bor, men shunda qon almashtirib, shunda doktorxonada yolg'iz aytyapman. Sizning ovozingizni anglab, men anglatmaganlarimni mush qizim anglatdi. Men hozir asta-asta bu dunyodan ketish oldida turayotgan bir ayol. Men shundaq bir maydonlarda hayotimdagi yashaganlarimni anglasam bo'ladi deb o'ylayotgan bir vaqtda sizning jasorat kelib, shundaq yaxshi darslarni qilib berayotganligingizdan bek so'yindim qizim, g'ayrat qiling. Bolalarni biz tug'alaydi ekanmiz, ammo xuyini tug'anmaydi ekanmiz. Biz o'zimizni yetishtiraydi ekanmiz, tarbiyalaydi ekanmiz, ammo ba'zan bolalarimizga biz o'zimizdek ağan tərbiyəni birişki acizlik qılıb qaldı ekanmiz. Bunun da Qur'an Kerimdə nurg'un əməli misallar var. Musa alayhissalomning o'g'li Adam atanınki ikki o'g'li bir-biriga dushman bo'lib, birining biri qotil bo'lgan degandek mushu nurg'un jarayonlarni anglab o'zimizga tasalli topmasak, ba'zan vaqtda haqiqatan o'zimizni yo'qotib qo'ygudek darajada ig'ir silinib qoldi ekanmiz qizim. Mumkin bo'lsa, mushu ta'lim tarbiya jihatdagi tarbiyaning ichida eng muhim tarbiyani mushu bola tarbiyalashga deb birinchi o'rin qo'yib mushu jihatda jiqroq dars so'zlab bersangiz degan mushu talabda bo'linibdi. Undan keyin ba'zan qarindoshlarimiz mushu oila masalalarini bir taraf qilib bo'lolmay, 4-5 bolasi bor, o'zlari yosh, yo'ldoshi rasmiy tishi qarab qolmagan bo'lsa-mu, ammo telefonda boshqalar bilan yezishib, vaqtini boshqalarga berib, boshqa ayollar bilan yezishgan shu ahvollarga rohatsiz bo'lib, men texi yosh turib, o'zim hozirgi kayfiyatimni til bilan ifodalashga ojizlik qilyapman-da, men chiqib bir yerdan piqirtib qo'yib bergandek, o'ngmi, sarangmi deydigandek, o'sha holatga kelib qoldim. Qanday qilishim kerak? Ajrashib ketsam bo'larmi? Degandek mushundaq savollarni so'rab, nurg'un fikrlashishlar bilan bu haftam shunchalik jiddiy o'tdi. Endi aziz qarindoshlarim, biz mayli nadil bo'layli, qanday yashayli, eng muhim narsani mas'uliyat deb o'zimizga bir qilayotgan ishimizda bo'lsin, qaror chiqargan qarorlarimizda bo'lsin, tutgan uyimizda bo'lsin, qaror berib bir uyga kirgan bo'lsak, otalik, analik majburiyati bo'lsin, shu mas'uliyatni birinchi o'ringa qo'ysak deb shuni tavsiya qilaman. Endi biz ba'zan qarindoshlarimiz hatto ayrim gap qilganlarning ichida erkak qarindoshlarimizmi, voy qarindoshim, sizlarning topda ayollarmi kirsa bo'lamdi, yoki erlarmi kirsa bo'lamdi, shuni aniq bilolmay qoldik. Endi ba'zan to'plarga tuyuqsizlik kirib qoldi ekanmiz, kimlar bor demay qaramayli kirib dars anglasak, kim bir mazgildan siz er kishimi, ayol kishimi, bizning topda ayollar bor degan uchur kelgandan keyin kirib qolganimizga xijil bo'lib qoldigan mushta ahvollar bo'lgan. Shuni bir sizdan so'rab o'tay dedim. Er kishilarni kirib anglasak bo'lamdi deb shu savollarni so'raldi. Bizning darsxonamizda erlarmi, ayollarmi o'xshash anglasi bo'ldi, chunki jamiyat masalalarini, oila masalalarini bir taraf qilishda erlarningmi, ayollarningmi o'rganishga, darslarni anglashga ehtiyoji bor. Biz ayollarni ham tarbiyalab qo'ygan bilan erlar tuzilmasa, yana bir oilani sog'lom shaklda ilib ketgan bo'lmaydi. Bir oila degan bir ustalninki 4 puti bo'lsa, shu 4 putninki birisi sog'lom bo'lmay qolsa, sog'lom
turamıgыныga o'xshash oilamizdagi ma'lum birimizdan mas'ul chiqqanda oilamizdagi ma'lum mayli hissiyat jihatdan bo'lsin, mayli sevgi yetkazish jihatdan bo'lsin, mayli mas'uliyat jihatdan bo'lsin, ma'lum shu doirdan ma'lum masalalar chiqib qolgan vaqtida shu bir kuti lanishib qolgan yoki chiqilib ketgan bo'lib qolganga o'xshash bizning oila masalalarimizni yig'ilib qilib oilamizda ko'ngilsizliklar jiq bo'lib qoladi. Sog'lom turamagan o'rindiq yo'qolib tushgandek oilamiz kichik ishlarda biz vaqtida o'ngshab uni tuzatib qilmagandan keyin oilamiz bekordan bekor ayrilib bolalarimiz yetim bo'lib qolgan shunday ishlar bo'lib qoldi aziz qarindoshlar. Shunga bu darsxonamizga erlarmi ayollarmi kirib darsni anglab bo'laverdi. Hammalarni qarshi olamiz. Maqsadga kelsak, endi mushu jamiyat masalalarini bir taraf qilishda biz oldi bilan psixik masalalarga bakrak ko'ngil bo'laylik. Burunqi birinchi dunyo, ikkinchi dunyo savoshlari qaraydigan bo'lsak, hammasi manfaat, yurt talashish, o'zining erkinligi, kishilik huquqiy jihatlarda o'zaro talon-taroj qilish, hujudorlik bo'lish degandek mushu jihatda urushlar bo'lib, nurg'un insonlar urushda o'lgan, achinchilikda o'lgan. Ammo hozirgidek taraqqiy qilayotgan bugungi kunda nurg'un insonlar mushu psixik savaşı deymiz. Psixik jihatdagi masalalarni hal qilib bo'lolmay, o'zini o'tirib olganlar jiq bo'lyotdi. Hayotdan zerikayotganlar jiq chiqyotdi. Andan keyin mushu psixik masalalarni hal qilib bo'lolmay, atrofidan o'ziga o'zi tuyuqsizlik dushman tepib olib, odamlarni dushmandek his qilib, insonlarga texmi ko'p zararlarni berayotgan, har turli viruslarni taqib, mayli media jihatdan bo'lsin, mayli yemak-ichmak jihatdan bo'lsin, shu pulni birinchi o'ringa qo'yib, ximiyalik narsalarni qo'rqmay o'tirg'i chiqarib, ziyonli narsani maqtab setib degandek, insonlar o'zining qarindoshlarining, o'zining inson degan urug'ining sog'lom yashiga ig'ir darajada vijdoniy jihatdan o'zini so'roq tatib baxmay turib ziyon yetkazayotdi. Endi bu hozirgi davrninki urushi desak bo'ladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun bizningki mushu psixologiyani o'rganishga haqiqatan ehtiyojimiz bor. Bir insonninki sog'lom bo'lishi uchun uningki dunyoga kelish jarayoni bek muhim. Qanday bir ana qusoq ko'tirib, qaysi jarayonlarni yashab bu inson bugun ya layoqatli inson bo'la oladi yoki layoqatsiz inson bo'la oladi deganni ashbalaninki kelib chiqishiga qarab, shuning natijasi deb tamoman to'g'ri bir qarorni chiqara olamiz. Endi baxtsiz o'tgan bir bola kichiklik vaqtida baxtsiz bir hayotni yashab, haqiqiy kichiklikni, bolaligini yaşayamagan, şu rahatlıkni yaşab to'yib cho'ng bo'lmagan bir bola cho'ng bo'lsa-mu, o jamiyatda bir kasalga o'xshash, shunday ruhiy masalalar ularni azoblab, ular tanishgan insonlarga pasif energiyani taqib jamiyatni qalayimqonlashtirishda cho'ng to'lib qo'shadi. Mayli olim bo'lib ketsin, olim bo'lgan taqdirdami, o foydali ishlardan ko'proq foydasiz ishlarni qilib qoladi. Shuning uchun sağlam bo'lgan bir bola mayli o nagili bo'lsin, cho'ng bo'lgan vaqtidami, kichik vaqtida sağlam, nayda rahat, ota-onasining mehr-muhabbatiga to'yib, kichikligini haqiqiy kichik boladek yashay olganlik uchun cho'ng bo'lgan vaqtida kashki kichik vaqtimda mendaq bo'lmagan bo'lsa, kashki degandek boshqalardan ümidsizlenish, boshqalarga ishonmaslik, onun sayesinde o'ziga ishonmaslik degan narsalarni yashamasdan, to'lib tashqan iroda bilan, to'lib tashqan ishonchi bilan, to'lib tashqan sevgi bilan jamiyatga qaraydi. Nagil bo'lsa, atrofiga aktiv energiyalarni taqib yashaydi. Shuningga kichik vaqtimizdagi bolalikdan qolgan asoratni davolashga bir umrimiz yetmaydi. Ammo sog'lom bo'lgan bolalikdan kelib chiqqan bu sağlam psixika bütün hayatımızı baxtli kechirishga tamamen yetib aşıdı deymiz. Endi men so'zlayotgan mushu mazmunlar qandaqdir, bu meningki o'ydirib chiqargan yoki mening tushunchimga so'zlayotgan, asosan so'zlayotgan narsalar emas aziz qarindoshlar. Mushu psixologiya degan boshqa fanlarga o'xshash bir fan. Biz ma'lum ideyani, ma'lum bir tarbiyalash usulini o'tirg'i qo'yishdan burun buni qaysi davrda, qanchinchi yillari, qaysi psixolog olim yoki
qaysi psikat olim, qaysi neurologik olimlar qandaq tadqiqotlarni qilish bilan mushu markaziy ideyani o'tirib qo'ygan degan arashtirmalarni qilib turib, universitetlarda maxsus kitoblar o'tirg'i chiqib, shu kitoblarni maxsus darslik qilib, biz o'qish jarayonida o'rgangan narsalar. Shuning uchun mushu darslarni qandaqdir bir o'ydirma boş gap qilyotidi, og'ziga kelganini so'zlayotidi deb o'ylab qolmasdan, bu haqiqatan hammamizga foydali bo'lgan bir fanga. Biz uyda o'tirib o'rganalisak, mayli oilamizningki masalalarini hal qilish bo'lsin, bolalarimizni cho'ng qilish bo'lsin, jamiyatdagi o'rnimizni tiklash bo'lsin, insonlar aro munosabatni yaxshi qilishda bo'lsin, bizga foydaliga deb suyib qabul qilsanglar, yaxshi ko'rgan narsadan yaxshi natija chiqadi aziz qarindoshlarim. Endi mushu bizningki ayni vaqtda 1926 yillarda amerikalik John Washington degan psixolog olimimiz nurg'un o'zi ma'rif xizmatini qilish jarayonida qattiq izlanib, nurg'un maqolalarni taqitishdan keyin 1930 yilga kelganda Washington apandi mushu ma'rif sohasidagi o'zining tajribaga to'plagan tajribalariga asosan bolalarningki mustaqil еңінің kuchlanishi uchun biz bolalarni qancha burun ayirsak, ota-onalardan ayirsak shuncha yaxshi bo'ladi. Ota-onalar qancha zalim bo'lsa, bolalar shuncha olim bo'ladi degan nuqta nazarini o'ttirib qo'ygan. Mushta bo'lgan vaqtida bu bolalar o'ziningki mustaqillik kuchi yuqori, o'z oldiga qaror bera oladigan manda bola bo'ldi degan mushu ideyani ta 1930-yil o'ttirib qo'ygan. Ammo bu to'g'ri bo'lmagan ideya edi. Ammo mushu shaklda 20 yil millat buni tadqiq qilib, shu shaklda nurg'un jamiyatdagi insonlarning g'ulg'ulisini qo'zg'ab, nurg'un oila, nurg'un ma'rifdagi bolalar shu shaklda qattiq qo'lliq bilan tarbiyalanib chiqdi. Endi mushu bir qitimliq tadqiqotda nurg'un bolalar mush qattiq qo'lliqda mehr-muhabbatdan mahrum qoldi degan gap. Shuning bilan buningmi to'xtamay boshqatirib shu zamonlarda mushu psixologiya jihatdan nurg'un tadqiqotlar ilib berilayotgan bo'lg'ashqa 1958-yilga kelgan vaqtida amerikalik psixolog Henry Halley bu tajribaningki xato ekanligini yana bir tajribani qilish bilan rasmiy isbotlab berdi. Shuning ta o 1930-yildagi tarbiyani hozir biz sürüp, hozirgi davrimizda biz Uyg'urlar shuni ching tutib olib, biz bolalarimiz qancha qattiq qo'l bo'lsak, shuncha yaxshi bo'ladi ekan deb bolalarimizni urib tillab, ma'lum kurslarga, ma'lum yerlarga biz degan bo'yicha bormasa, quloqlarini cho'jib, xalqlarning oldida haqoratlab, tillab, o'zimizning bolasini qo'g'dimay, o'zimizning bolasiningki ma'naviyatini tushunmay bunday harakat qilsak, bu tamoman xato aziz qarindoshlarim. Qozonga nimsasak cho'mishga shu chiqadi. Biz bolalarimizga kichik vaqtida shu sevgini, mehr-muhabbatni berolmay qolsak, cho'ng bo'lgandimi, bolalarimizmi biz muhtoj bo'lganda yenimizda bo'lolmaydi. Chunki his qilolmadi, biz his qildirammidik ularga mehr-muhabbat berishni. Bilmagan narsani bizga berolmaydi aziz qarindoshlar. Mushu 1958-yildagi Amerikada elib borgan shu tajribada Henry Halley xonim o'ziningki mushu maymunlardan elib borgan tadqiqotining ustida nurg'un yangi ideyalarni o'ttirg'i qo'ygan. Endi insonlarningki yemek ehtiyoj bo'lgandek o'ziningki cho'ng bo'lishi uchun mehr-muhabbatga nihoyatda cho'ng ehtiyoj borligini manda isbotlab bergan. Henry Halley yangi tug'ilgan ikki maymunni onasidan ayirib tajribaxonada cho'ng qilishni qaror qilib, ularni tajribaxonada cho'ng qilgan. Ularga maymunlar yeydigan eng yaxshi yemekliklarni berib, eng yaxshi go'zal muhitlarni ajratib, tabiatdan ayirib, ayrim bir tajribaxonada beqishga boshlagan. Bu jarayonda o maymunlarga bir temir maymun anını yasab berib, o temir qapazning ichida simdan yasalgan maymun anı bor. O maymun anıga imizga bekitilgan. Ular qo'sqa ichib ketgan vaqtida shu sim maymun ananing qishiq berib, imizgin imib qo'sqini to'yg'izadi. Ondan keyin o sim maymun anı bor, yalg'on anı bor qapazning yiniga
mamukdan yasalgan, yumşak, üstüde oturalaydigan, oyun oynayalaydigan yana bir yalgan mamuk anıdan birini yasap ko'p qo'ygan. Shu jarayonda qarasak, o maymunlar faqat qo'zg'ashgan vaqtida shu sim maymundan qishig'i berib, qo'zg'in to'yg'izib emgan. Qolgan vaqtlarda bo'lsa, yumshoq pamuk maymunning yalgan maymun anının yanında zamanını geçirgen, qattiq chaqmoq chaqqan yoki bir qo'rqinchli ovozni bular bergan vaqtida tajriba qilib, taxtuq degandek qo'rqinchli ular qo'rqadigan ovozlarni bergan vaqtida ular darhol simdan yasagan, qo'zg'ini to'yg'izayotgan maymun ananing qishig'i bormasdan, bu yumshoq bo'lgan pamukdan yasalgan yalgan maymun ananing qishig'i berib o'zini ashta qo'g'digan. Endi mushu tajribani ishlash jarayonda his qilganlarni xotirlash bilan billa bu maymunlarni rasmiy maymunlar yashaydigan bir tabiat dunyosiga apirib qarab baqayli deb ularni tabiat dunyosiga uchrashtirgan vaqtida rasmiy maymunlarning qishib borganda ular maymun bolalarini ko'rgan vaqtida qo'rqib ularning orasiga kelolmagan. Shu vaqtdagi qandaq o'yin o'ynash, qandaq ularga yiqilishni bilmay qolgan. Onundan başqa rasmiy o'zining anasini emib, anasının yindi cho'ng bo'lgan maymunlar qarsa, ular erkin harakat qilayotgan, daraxtlarga yamishayotgan. Ammo tajribaxondan chiqqan maymunlar bo'lsa, ularga o'xshash erkin harakat qilolmay, darhol qaror berolmay, ikkilanib qilayotganligini ko'rgan. Shuning bilan bizningki bu psixologimiz shu tadqiqot natijasini mandaq deb xuloslagan. İnsanlar haqiqatan mehr-muhabbatga ehtiyojliqga, agar mehr-muhabbatga ehtiyojliq emas, yemak ichmak bilan qo'zg'in to'yg'usi bilan bo'ladigan bir narsaga ehtiyoji bo'lgan bo'lsa, maymun jiq vaqtini o'zining qo'zg'in to'yg'izayotgan yolg'onsiz maymunning yanida kechirgan bo'ladi. Ammo uning o qattiq sim maymunning yanida turgan vaqtining az bo'lishi, garchi qo'zg'in to'ysin u yerda turmasligi biz jonliqlarningki mehr-muhabbatga, yumshoqlikqa, siliqqa ehtiyoji bizninki texnik ko'pligini ifodalab berdi. Chunki ular qo'rqgan vaqtida, qo'zg'in to'q vaqtida har vaqt shu pamuk ananing qishida turgan. Shuning uchun biz bolalarimizni mehr-muhabbat bilan, sevgi bilan yetishtirayli. Yana birga to'plamdan ayirib, mundaq ayrim cho'ng bo'lgan bolalarda o'zini to'van ko'rish, to'g'ri qaror bermaslik, ma'lum narsalarga bo'lgan ishonchisida ikkilanib qilish degandek mushundaq masalalarning ko'rilganligini shu tabiatda anası dadısının yanında özününki cəmiyyətinin yanında çoğun bo'lgan maymunlarninki canlılığı, dərhal qarar verib qo'rqmay u yerga bu yerga zıplab harakat qila olganligini ko'z tutish bilan buni butun dunyoga rasmiy bir bilim sifatida biz mush tadqiqotlarni ilib bordik. Shuning uchun bolalarimizni ularning rayiga beqib turib, to'g'rini xatoni o'rgatadigan vaqtimizda siliq sipoyilik bilan sevgimizni berib turib tarbiyalashni qo'llanayli. Mushtaq qilgan vaqtida biz texmo yaxshi natijalarga erisha oladiganmiz. Mushu ideyalarni to'g'ri deb hammamiz qabul qilishimiz kerak deb buni taqatgan. Undan keyin yana nurg'un tajribalar bo'lgan, hatto bolalar yaslisidimi mushu bolalar ustida ilib borgan tajribada 30'dan jiqroq bolalarni bir sinfga yig'ib, ma'lumi u yerga bir yolg'on o'yinchoq boladan birini qo'yib qo'yib, u bolani oldi bilan beka qarab turdi. O o'yinchoq bola uni urdi, tillaydi, urdi, tillaydi, urdi, tillaydi. 15 minut buni ilib borgandan keyin, undan keyin u bolalarni ayrim bir uyga chiqib, ayrim shu ayni o'yinchoqni ularga berish bilan bular nemish qiladi deb ash uyga qo'yib qo'ygan vaqtida ular turib, yiliqi o'qituvchisininki qig'ini bo'yicha o'g'a bolalar jiqroq urgan, qizlar bo'lsa jiqroq tilgan. Shuning bilan demakki bizning bolalarimizga bizning qilgan harakatlarimiz pek alohida ta'sir qildi-ki, shunga harakatlarimizga diqqat qilishimiz kerak degan shu tajribani mushundaq sinfda darslarni bolalar yaslisidan boshlab 1-2 yilliklargacha mush 7-8 yosh bolalar orasidagi tarbiyalarda nurg'un qitim tajribalarni ilib borganda o'xshash natija chiqqandan keyin shu siliq sipoyi bola tarbiyalash, harakatlarimizga diqqat qilish degan nazariyani o'tirg'a qo'yib, bu rasmiy jamiyatda bu kitoblar besilib setilishga boshlagan. Shuningga aziz qarindoshlarim, kitob setib olishga, shu o'zimizni yetishtirishga hargiz sal qaramayli.
Hozir hamma yerda kitob bor. Biz bu telefonni tutib olib, soatlarcha uninkining yerimini, buninkining yerimini izlab, u yerdan pachparan o'rganib olgan narsalar bizga asqatmaydi. Tam bütün bir narsani o'rganma desanglar, mumkin qadar shu amaliy narsalarni ko'rish bilan bu yolg'on emas deb gumon qilmaydi u vaqtida. Demak, bu nurg'un tajribalardan o'tgan bir tushunchaga, buni ishlatsam men ziyon tortmag'idakma deb turib ishlata olasizlar, aziz qarindoshlarim. Dunyo taraqqiy qilib, psixologiya taraqqiy qilib, nalarga ketdi? Biz qaysi ideyada ekanmiz, o'zinglar o'ylab boqinglar. Shuning uchun mening sizlarga deydiganim, aziz qarindoshlarim, bolalarim cho'ng bo'lganda mening beshimni og'ritmasin, mening andishlarim texmi chiqib ketmasin desanglar, bolalaringlarning bolaligiga ko'ngil bo'linglar. Bolalaringlarning kichik vaqtida birayligidek sevginglarni, mehr-muhabbatinglarni beringlar. Oila masalalaringlarni bolalaringlar yo'q yerda hal qilinglar. O'zinglarni yaxshi ko'ringlar. Sizlar o'zinglarni yaxshi ko'rmasanglarmi, sizlarning badaninglar sizlarni bek yaxshi ko'radi. Sizlar o'zinglarni bunday aynoq qilib qarab baqsanglar, u yerda bir ma'lum rasm chiqqan bilan, ammo shu rasmning ichiga nurg'un tibbiy funksiyalar yoshirilgan, aziz qarindoshlarim. Sizlar o'zinglarni asirmay, kichkinam ishlarga, keraksiz ishlarga o'zinglarni o'pirtib, yig'lab, qaqshab, nimish qilamı voy esib degan vaqtinglarda sizlar bilib bilmay o'zinglarga zarar berib qo'ysizlar, aziz qarindoshlarim. Biz mushu beoram bo'lib, nihoyat achchiqlangan vaqtida bizning badanimiz zehrli suyuqliklarni, zehrni ajratib chiqardi. Undan keyin badanimizga ajraydigan qon tomir harakatlarimiz tez bo'lgan vaqtida ajraydigan toks jiq bo'lib ketadi. Shuning bilan badanimizda tokslangan keraksiz qonlar jiq bo'ladi. Uni hajmat qilib og'zimiz, ammag'allar shu eg'irlik bilan boshqa kasalliklar giribda bo'ladi. Biz mushu har qatam beoram bo'lib, achchiqlanib qolgan vaqtimizda bizningki cho'ng miyamiz endorfin degan bir suyuqlikni ajratib chiqarish bilan bizga yenimizda bir qarindishimiz achchiqlangan vaqtimizda, aziz qarindishim, o'zingni unchalik o'pirtib ketma, bu dunyo yolg'on, o'zingni so'y degandek go'zallik tasalli berib bizni rohatlatganga o'xshash, mushu endorfinmi bizni shunda rohatlatadi. Bu biz uchun haqsiz xizmat qiladi. Bizning badanimizda o'ylab boqinglar, mushu bir qitim nafas olib, o'zimizni rohatlatib, oksigenning tamoman bizning badanimizga yetish uchun 1 milyondan ortiq qizil qon hujayrasi hosil qilib, hamma yerlarimizda aylanib, badanimizga mushu oksigenni yetkazadi. Mushu oksigenni yetkazib, mushu xizmatni qilib bo'lgandan keyin shu 1 milyondan ortiq qizil qon hujayrasi o'zligidan bizning vujudimizdan ayrildi, o'ladi degan gap. Ya'ni biz ko'ngil bo'lmagan shu vujudimizni Alloh bizga mushu funksiyalarni to'g'ri bir shaklda harakat qilg'izish bilan qo'g'dab beryotdi. Shunda qo'g'dab beryapsimi, biz yana to'xtamay achchiqlab, jil bo'lib, o'zimiz o'pirtib, boshqalarning xatolik uchun uni qildi, buni qildi deb turib, xatoligini bilib turib, yana biz uningga achchiqlab, o'zimiz zarar beravergan vaqtimizda bizningki rak hujayralarimiz taraqqiy qilib ketib, mushta har turli rak kasallarga giribda bo'lib qolamiz, aziz qarindoshlarim. Bizning badanimizda bir kunda birdan 5 kishi bo'lgan hujayra rak aylanib mangadi. Bizning immunit sistemlarimiz bo'lsa to'xtamay mushu rak hujayralarimizninki badanimizga taqab haqiqiy rak bo'lib qolmaslik uchun to'xtamay xizmat qilib, mushu hujayralar bilan ilishib, oxirida sog'lom bo'lgan har bir kunimizni bizga yaratib beradi. Bizning badanimiz bizning mushta qo'g'davasa, bizning tushunchimiz, ruhiy holatimiz buningga moslashmasa, zararni yana o'zimiz ko'ramiz, aziz qarindoshlar. Shunga shu ilmiy nuqta nazarlarni o'zingizlarga tatbiqlab, Alloh bizga bergan shu güzel dininglarni o'rganib, sabr qilishni, afu qilishni, o'zaro yordam qilishni o'zingizlarga do'st qilsanglar, aziz qarindoshlarim, hammanglar hamiyada aziz bo'la olasizlar. Rozimanlik tuyg'usini o'zingizlarga odat qilib olsanglar, hamma narsadan rozi bo'lsanglar, sizlar xotirjam bo'la olasizlar. Qizg'inish hayotimizdagi eng cho'ng kasallik. Mushu insonlarni qizg'inishdan bo'lgan nurg'un narsalar boshqalarga emas, o'zimizga zarar berib qo'ydi. Haqning u narsa barkan, haqning bu uyi barkan, haqning mashinasi barkan, nimish qilmening yo'q. Haqning yerda dars so'zlab ma'lum bo'lib ketdi, men hech ish qilolmadim. Undaq bo'ldi, bundaq bo'ldi deb shu qizg'inishlar bilan o'zimizning psixikasini o'zimiz buzib qo'yamiz. Shuningga haq bilan faqat koringlar bo'lmasin.
Özüңlarning hayotiga diqqat qilinglar. Özüңlarningki yutqinib qarab tutsuninglar. Xalq uni oldi, xalq buni oldi deb özüңlarning qo'lida yo'q, xalqdan uningdan buningdan qarz olib, uy yasab, mashina olib, kredit qilib, uni qilib, buni qilib, eng oxirida xalqlarning oldida bo'yninglarni qisib, birisiga güzel chiroyli ko'rinma, bir boyning do'sti, men boydek bo'lishim kerak deb boyning yeniga do'st bo'lib o'zingizni yiqishtira olishingiz uchun nurg'un xalqlarning oldida bo'yningizni egib, qarz so'rab, uningdan o'zingiz rohat bo'lolmay, bundaq jafoliq hayotni o'zingiz tepib olmay, uyingizda qattiq nayisingizmi, hech kimga beshingizni egmay xotirjam yashash bu eng baxtli bir hayot aziz qarindoshlarim. Shunga xotirjam bo'lay, baxtli yashay degan aziz qarindoshlarim, o'zimizning amgikiga taynib hayot kechirsak, eng go'zal hayot shu. O'zimizdan o'zimiz mamnun bo'lsak, bu eng cho'ng xushallik. O'zimizni o'zimiz rag'batlantirib, o'zimizga o'zimiz xushallik energiyasini taqib bergan vaqtimizda bu sog'lomlik yana o'zimizga asqatadi. Shunga mayli nadil bo'layli aziz qarindoshlarim, o'zimiz bilan bo'layli, o'zimizni tuzaltib, o'zimizningki nuqsonlarni tepib, atrofga aktiv energiyalarni taqib olayli. Shuning bilan bizning taqibgan aktiv energiyalarimizdan yo'ldoshlarimiz bo'lsin, do'stlarimiz bo'lsin, atrofimizdagi tonish bilishlarimiz bo'lsin, shu xushallikqa erishib olsa, uyga qaytib kelgandan keyin ular xushal bo'lsa, bolalarga shu xushallikni bera oladi. Atlar yaxshi mas'uliyatchan bo'lsa, ayollarga yaxshi muomala qilib bersa, shu ona atadan kelgan shu aktiv energiya bilan o'zini baslab o'zini yetiştira olsa, bolalarga go'zal muomala qila oladi, xushal-xuram muomala qila oladi. Shuning bilan sizning bolangiz xushal, chiroyli, yaxshi cho'ng bo'la oladi. Shuningga jamiyatdagi yolg'onlarga, rangvozliklarga aldanib, yeningdagilarning qadrini bilmay, tishiga qaraydigan, uning buningdan muhabbat izlaydigan, uning buning bilan vaqt kechiradigan keraksiz ishlardan uzoq turayli aziz qarindoshlar. Bular sizlarga asqatmaydi. Haqiqiy nikohlab, to'y qilgan İki dünyada sizlarga yanında tura olayman deydigan azizlaringlar yaninglarda tursa, teshidagi uningdan buningda eshib qolgan odamlardan sizlarga qanchalik xayr kelib ketadi. Shuning uchun mayli qizlardan bo'lsin, mayli erlar, ayollardan bo'lsin, mushu jihatda hammamiz o'zimizning diyarini o'zimiz qilayli. O'zimizni o'zimiz hurmatlayli. Oilamizga daz ketmasin, bolalarimiz yetim bo'lib qolmasin. Endi bu vatandagi ailasi qilib bir yer kelenmey, hasret çekiyotgan, nadamet çekiyotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Çaresizlik ichida ma'lum yo'llarni tepib, har turli qarorlarni chiqardi. Uningga biz hurmat qilamiz. Ammo bir yerda turibmi, bir-biringlarni tishlashib, shundoq urush jidallarni qilib, qadrini bilmay, o'ngshug'ul bo'ladigan yerda bo'lsin, o'ngshimay, bundoq beguna bolalarimizni yig'latib qaqshasak, atog'un shu bolalarimiz bizni qaqshatib qoldi. Yoshligimiz turavermaydi aziz qarindoshlarimiz. Bizning badanimizmi bizningki har bir og'an nafsimiz, har bir yashaganlarimizga ko'ra javobini berib turdi. Ularni qaraydi. Bizning badanimizmi churiydi. Bizmi maqdurimizdan ketimiz, go'zal chiroyimiz, go'zal biti turavermaydi. Go'zal dastimiz şu şekilde turavermaydi, bizmi cho'kimiz, shu kunlarni unutib qolmaylik aziz qarindoshlarim. Bizning unchalik uzun vaqtimiz yo'q. Jinoza namoziga berib boqqan bo'lsanglar bilasizlar, bir insonni jinoza namozini qilib, bu qarindoshimiz palayada ma vaqt tug'ilgan, ma vaqtgacha mal ishlarni qildik. Xabaringlar bo'lsin, bugun Allohning rahmati bilan qavushdi. Haqqinglarni halol qilamsizlar, haqqinglarni halol qilamsizlar deb 3 qatim so'rab, shu 15 minut bir 100 yoshgacha yashagan bir insonning hayotini 15-20 minutda tamomlab, xuloslab, akipanga ilib, yana ostiga ko'mib qo'ydi. Mushunchalik bir jarayon bizningki, yashagan mayli bak oli yashab ketaylik, mayli eng tushuk saviyada yashab ketaylik, bizning oxirgi xulosamiz mushunchalik bir jarayon. Shuningga kibrlanishga kerak yo'q aziz qarindoshlarim. Sendan men qalamtim degandek ishlardan uzoq turaylik. Bir-birimizni qo'g'dayli, bir-birimizni qo'llayli, o'zaro bir-birimizga mehr-muhabbat yetkazaylik aziz qarindoshlarim. Savob nima deydi deb u yerdan bu yerdan izlab o'tmay, atrofingizga shuna qarab boqsanglar, atrofingizda miskin, bechora, tul ayollar bo'lsa, qo'linglarni uzatib qo'ysanglar, yordam qilib qo'ysanglar, mushmi cho'ng bir savob qilolmaydiganlarimiz emas, qila oladiganlarimiz ustimizda bir boshqa turib, mushtaq yaxshi ishlarni biz qilib turgan vaqtimizda biz buni erishganimizdan bakrak
berəligenlerimiz bizim texim xuşal qılıdı. Xalısanlar sınap qılınlar. Bugündən başlap sınap qılınlar. Bir insan memnun bolup, sizlerden xursand bolup, "Voy rahmat, Allah razı bolsun" dep baxsın, şu keti şunda rahatlıqlaysızlar aziz qarindaşlarım. Vaqt münasibati bilan bu haftalik darsimizda men muşlarni sizlarga tavsiya qilish bilan hammanglarga baxt va xushalliq, ikki dunyoninki xayrlik hayotlarini, xayrlik ishlarini tilab darsimni oxirlashtiray. Budan qaptigacha Allohga omonat bo'linglar. Bizning bu darsxonamizda har kuni dars so'zlanmaydi. Chunki biz o'zimiz mushu psixologiya dersini sözleş jarayonida vaqtinglarni jiqroq aylanlarga beringlar, ballariinglarga beringlar, telefonlarga jiq qarab elib ballariinglarga hatto örneklarni berib qo'ymanglar, daftar so'zlar bitib turib, beliq tamak chekib turib, tamak ziyonliq degandek kunda to'lg'udek dars so'zlasak, sizlar kunda telefonga qarab o'ttasanglar, ballariinglar sizlarning muhabbatinglardan mahrum qoladi. Eringlar sizlarning muhabbatinglardan mahrum qoladi. Shuning uchun biz layoqatlik, sübətlik bir dərsxana bolsun. Haftada bir qitim ig'ir kamligida qabul qilalig'idek darajada dars so'zlab beraylik. Qolgan vaqtda ularni aramini olsin deb, shu shaklda haftada bir qitim, ikki qitim dars so'zlanyotdi. Bunimi to'g'ri tushunib ajab bir bo'sh darsxonaga deb o'ylab qolmanglar. Bu sizlarning manfaatinglar uchun tushunib berilgan bir qaror. Hammanglarga xayrli ishlar yor bo'lsin. Alloh omonat bo'linglar aziz qarindoshlar.